Kogon shahrining Zirabot mahallasida aholi farovonligini oshirish, yoshlar salohiyatini qo'llab-quvvatlash va mahalla infratuzilmasini yaxshilash borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Bu haqda batafsil muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Mahallada amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar avvalo yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Xususan, mahalla tomonidan iqtidorli yoshlar xonadonlarida uy kutubxonalari tashkil etilishi, yoshlarning kitobxonlik madaniyatini oshirish, ularning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini mustahkamlash hamda bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etishga xizmat qiladi. Shuningdek, 5 avlod uchrashuvi tadbirlari ham yosh avlodga o'rnak bo'lish maqsadida o'tkazilib kelinmoqda. Mazkur uchrashuvlarda nuroniy otaxon va onaxonlar, mehnat faxriylari, o'rta avlod vakillari hamda yoshlar bir davra atrofida jam bo'lib, hayotiy tajriba, milliy qadriyatlar va an'analar xususida fikr almashishdi. Bundan tashqari hududda obodonlashtirish va tozalash ishlari ham keng ko'lamda olib borilmoqda. Aholi xonadonlarida hasharlar uyushqoqlik bilan tashkil etilib, ko'chalar saranjon-sarishta holatga keltirilyapti. Bu esa mahalla ko'rkiga ko'rk qo'shib, fuqarolar o'rtasida hamjihatlik va birdamlik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kogon shahar Zirabot mahalla fuqarolar yig'inida tizimli ravishda ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Har oy biza maqsad qilgan edik, bitta iqtidorli yoshni uyga kutubxona ochish jarayonlarini ko'rib chiqdik va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni uylariga hasharlarni tashkil etishni o'z oldimizga maqsad qilgan edik va qadriyat, an'ana, ma'naviyat deb nomlangan nuroniylar holidan xabar olish yoki 3 avlod uchrashuvi emas, 5 avlod uchrashuvlarini biz tashkil etib kelyapmiz. Ya'ni asosiy maqsadimiz jamiyatimizdagi mamlakatimiz tomonidan olib borayotgan islohotlarni har bir xonadonga olib borishdan o'z oldimizdagi asosiy maqsad qilib qo'ydik. Zirabot mahallasida amalga oshirilayotgan mazkur tizimli ishlar hududning ijtimoiy ma'naviy muhitini yanada yaxshilash, yoshlar salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda mahallani namunali hududga aylantirish yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.